Bisay推迟了. Salam do'stlar, men bu qitimqi Argon Tiganda o'tkaziladigan Salvador Lonkisi Universal chezish musobaqasining bosh uyushtiruvchisi Zikrullah. Hozir shunda ko'nglim yerim holatda sizlarga muhim futurishni qilmoqchi. Bu qitimqi musobaqa asli 1-oyning 17-si shanba kuni o'tkaziladigan musobaqamiz avariya sababli hozir 1-oyning 19-i dushanba kunga o'zgartirdik. Barcha kan xalqimizning 大家好，我是阿泽，是本次塞尔维多杯在二宫体育馆举办的八角笼 MMA 比赛主办方。非常遗憾的告知大家，因天气原因，原定1月17号举办的比赛现更改为1月19号星期一下午6点。为此给大家带来的不便，非常抱歉。为了给大家弥补一些损失，原购票的所有观众们，我们为你们免费升级座位，给大家带来的不便，非常抱歉。希望大家点点赞，转发一下。To'g'ri tushunishingni chin ko'nglimdan umid qilaman. Sizlarga olib kelgan bu qulaysizliklarni to'g'rilash uchun bilet olgan qarindoshlarimizga haqsiz bir daraja o'rnini o'stirib birimiz. To'g'ri tushungaysizlar qarindoshlar. Yurak ko'rib taqib qo'ysanglar, barliq qarindoshlarimiz xabar topib qolsin. Kechiringlar.